Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga Smile Baby tug'ruq markazini shifokorlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mamatova Malika Rustamovna oliy toifali akusher-ginekolog, ish staji 13 yil, ishlagan yillari 2013-yildan boshlab hozirgi kunga qadar Andijon tibbiyot institutida assistent, toifasi falsafa doktori, sertifikati akusher-ginekologiya Italiya 2017-yil, ginekologiya va akusherlikda mamologiya kursi bilan 2022-yil Rossiyada, operativ ginekologiya 2025-yil Turkiyada, onkoginekologiya 2021-yil, samarali perinatal yordami 2024-yil, ingliz tili B2 sertifikatiga ega. Ahmedova Nilufar Mahmudjonovna oliy toifali akusher-ginekolog, ish tajribasi 20 yil, ishlagan yillari 2006-yildan 2026-yilgacha Andijon shahar tibbiyot institutida, toifasi dotsent. Boterova Gulruxsor Tohirovna oliy toifali akusher-ginekolog, 16 yillik ish tajribasiga ega, ishlagan yillari 2009-yildan 2016-yilgacha Marhamat tumani tibbiyot birlashmasi poliklinikasida akusher-ginekologiyada ishlagan. Begmatova Muhayyo Madaminovna oliy toifali akusher-ginekolog, 30 yillik ish tajribaga ega, ishlagan yillari 2000-2010 yillarda Andijon shahar 2-tug'ruq kompleksida akusher-ginekolog vazifasida ishlagan. 2010-2025-yillarda Arab davlatida tug'ruq kompleksida akusher-ginekolog vazifasida ishlagan. Birinchi toifali shifokor Yusupova Ra'no Temirovna oliy toifali akusher-ginekolog, 38 yillik tajribaga ega, ishlagan yillari 1999-yil, 2014-yillar Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filialida ginekologiya bo'limida ishlagan. Saudiya Arabistonida 3 yil ishlagan. Oliy toifali akusher-ginekolog. Tojimatova Fotimaxon Usmonjonovna oliy toifali akusher-ginekolog, 18 yillik tajribaga ega, sertifikati o'sma kasalliklari va OTT kursi 2018-yil. Alimova Nodira Mannabovna terapevt, 36 yillik tajribaga ega, sertifikat kardiologiya funksional tashxis qo'yish 2025, toifasi birinchi toifa shifokori. Egamberdiyeva Yulduzxon Abdurashidovna UZI shifokor, 11 yillik ish tajribasiga ega, ishlagan yillari 2015-yildan beri viloyat perinatal markazida UZI shifokori, 2-oliy toifali shifokor. Nazarova Ozodaxon Turabayevna oliy toifali akusher-ginekolog, 28 yillik ish tajribasiga ega, ishlagan yillari 1997-yildan 2014-yilgacha Xonobod shahar markazi shifoxonasida akusher-ginekolog, 2014-yildan 2018-yilgacha Xonobod shahar tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksida bo'lim mudirasi, 2018-yildan 2021-yilgacha Xonobod shahar tibbiyot birlashmasida tibbiyot birlashmasi boshlig'i, 2023-yildan 2025-yilgacha Xonobod shahar tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksida akusher-ginekolog bo'lib ishlagan. Sertifikati perinatal audit o'tkazish, metodologiya 2024. Egamberdiyev Alisher Rahmanberdiyevich Smile Baby tug'ruq markazining bosh shifokori, 38 yillik tajribaga ega jarroh ginekolog. Ishlagan yillari 2004-2017-yillarda viloyat perinatal markazi direktori, 2022-2025-yil Andijon shahar 1-son tug'ruqxonasi bosh shifokori, toifasi oliy toifali. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bosh shifokorimiz tug'ruq jarayonlarida qatnashmaydi, faqatgina qiyin operatsiyalar va jarayonni olib boradi. Bizni obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Smile Baby tug'ruq markazimiz haqida qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni qo'yib boramiz.